Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. E'tiqodiy masalalarda hazillashmaslik. Iymon e'tiqodga taalluqli so'zlar hazil qilib gapirsa bo'laveradigan oddiy so'zlar emasligini, bitta so'zni ishonch bilan talaffuz qilish kishining mo'min bo'lishiga sabab bo'lganidek, iymondan chiqib qolishiga ham sabab bo'lishi mumkin ekanini har bir musulmon kishi bilishi lozim. Chunki birov hazil qilib yoki beparvolik bilan kufr hisoblanadigan gapni aytib qo'ysa, bu gapining orqasidan xatarli oqibatlar kelib chiqishi mumkin. E'tiqod ilmi ulamolari musulmon kishining kufr kalimasini gapirib qo'yishi haqidagi masalani 3 qismga taqsimlaganlar. Birinchisi, aytayotgan gapi kufr ekanini bila turib, o'z ixtiyori bilan kufrga e'tiqod qilib gapirish. Bunday holatda gapiruvchi mutlaqo kofir bo'ladi. Ikkinchisi, aytayotgan gapi kufr ekanini bila turib, o'z ixtiyori bilan ammo kufrga e'tiqod qilmasdan gapirish. Bunday gapirib qo'ygan kishi haqida 2 xil hukm aytilgan. A. E'tiqod qilmasdan gapirgan bo'lsa, kofir bo'lmaydi. Chunki iymon, kufr masalalari qalbga taalluqli ish. Shunga ko'ra, qalbini unga bog'lamagan bo'lsa, kofir bo'lmaydi. B. E'tiqod qilmasdan gapirgan bo'lsa ham kofir bo'ladi. Chunki o'z ixtiyori bilan kufr so'zini aytish kufr hisoblanadi. Ko'pchilik ulamolar kofir bo'lish haqidagi hukmga ittifoq qilganlar. Uchinchisi, aytayotgan gapi kufr ekanini bilmasdan, uning ma'nosiga e'tiqod qilmasdan, o'z ixtiyori bilan kufr so'zini aytish. Bunday gapirib qo'ygan kishi haqida ham 2 xil so'z aytilgan. A. Kofir bo'lmaydi. Chunki aytgan so'zi kufr ekanini bilmagani sababli uzrli bo'ladi. B. Kofir bo'ladi. Chunki kufr so'zini bilmasdan aytish uzr o'rniga o'tmaydi. Bu so'zni aytganlar 2 holatni istisno qilganlar. Birinchisi, islomga yaqinda kirgan bo'lsa uzrli bo'ladi. Ikkinchisi, ulamolardan uzoqda yashagan bo'lsa uzrli bo'ladi. Shuning uchun e'tiqodiy masalalarda hazzilashishdan mutlaqo tiyilish va ularning ahamiyatini doimo boshqalarga tushuntirib borish lozim. O'shi rahmatullohi alayh ixtiyoriy ravishda kufr so'zini talaffuz qilish dindan qaytish ekanini aytgan. Ushbu bahsga aloqador masalalardan biri kufr kalimasini majburan aytgan kishining iymoni to'g'risidagi so'zlardir. Majburdan kufr kalimasini aytgan kishilar haqida turli xil qarashlar bor. Qalbi iymonga to'liq bo'lgani holda ro'parasidagi aniq o'limdan qutulish uchungina o'zini iymondan qaytib qilib ko'rsatish kufr bo'lmasligi oyati karima bilan sobit bo'lgan. Astaizu billah man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha va qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadra fa'alayhim ghazabun minalloh va lahum azabun azim. Sadaqallohul azim. Kim Allohga iymon keltirganidan keyin yana qaytib kofir bo'lsa, holiga voy. Lekin kimning qalbi iymon bilan xotirjam holda kufr kalimasini aytishga majbur qilinsa, u mustasnodir. Ammo kimki ko'ngilni kufrga ochsa, bas u kabilarga Alloh tomonidan g'azab va ulkan azob bordir. Nahl surasi 106-oyat. Ya'ni kimki iymon keltirganidan so'ng kufr kalimasini tilga olsa, kimki kufrga rozi bo'lib, unga ko'ksini ochsa, undaylarga jahannamning qattiq azobi yetadi.
ammo qalbi iymonga lim-ma'lum bo'la turib kufr kalimasini aytishga majburlaganlarga bunday azob bo'lmaydi. Mufassirlar ushbu oyati karimani Ammor ibn Yosir roziyallohu anhu haqida nozil bo'lgan deyishgan. Mushriklar u zotni tutib azoblashganida u zot qattiq zo'rlanganidan ular xohlayotgan narsani majbur holatda aytib qo'ygan. Shunda insonlar Ammor kofir bo'ldi deyishgan. Ammor roziyallohu anhuning o'zlari ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yonlariga yig'lab kelganda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unga qalbingni qanday his qilyapsan deganlar. U iymonga lim-ma'lumligini aytgan. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unga agar ular qaytarsalar sen ham qaytargin deganlar. Shu o'rinda ulug' sahobalardan biri bo'lgan Ammor ibn Yosir roziyallohu anhuning tarjimai holi bilan tanishib chiqish foydadan xoli bo'lmaydi. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajmain.